Xudo xolasa shu yilning oxiriga yetmasa, uni kalitlarini o'z egalariga topshiramiz. Bu loyihamiz 2,5 mingtadan ziyod xonadon uchun mo'ljallangan. Parkovka jihatdan muammo bo'lmaydimi bu yoqda? Umumiy loyiha 2029-yilga to'liq bitirilib topshirilishi rejalashtirilgan deb aytdingiz. Nimaga bunaqa muddati uzoq? Kimdir bilan tayyorlanib, aka menga maqta bering, boshqa bering emasdi, borini boricha olib chiqmoqchi edik. Quruvchi qurib pulimizni olib chiqib ketdi, na unisi bor, na bunisi bor degani qanday? Bundan tashqari ham yana boshqa joylarda qurilish obyekti topshirganmisizlar? Orqa tomonda bog'ga qaraganlar uylarimiz уже qolmagan. Texnikal ishlayapti. Shu texnikani hammasi o'zingizlardanmi? Esinsidan tashqari pandislar mana kolyaskaga nima qilishga. Bu yoqda liftovoy shaxtalar ham bo'ladimi? Bu tekin. Shu yerda yashaydiganlar uchun. 16 etishliklarga g'isht ishlatish mumkin emas. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Xudo xolasa biz Samarqand shahridagi ko'pchilikka mashhur bo'lgan Qizil domlar va Titanik nomi bilan tanilgan turar joy majmualarini barpo qilgan Elite Building qurilish kompaniyasini yaqindan tanishish maqsadida ushbu videoni olishni rejalashtirganmiz. Hozirda yonimda Ikrombek aka Elite Building kompaniyasini hozirgi kundagi rahbari hisoblanadilar. Assalomu alaykum Abdurahmon aka. Men Naslon Ikrombek, Elite Building qurilish kompaniyasi rahbariman. Hozir turgan joyimiz bu Elite Buildingning asosiy ofisi hamda Orzular makoni turar joy majmuamizning qurilish loyihasini qurilish obyekti. Mana shu loyihalar Orzular makon loyihasi hisoblanadi. Shunday. To'g'rimi? Shunday. Xo'p, Ikrombek aka bizni bugungi rejamiz bo'yicha barcha shu qurilish jarayonlari ketayotgan loyihalarimizni va undan tashqari avval topshirgan loyihalarimizni shu bilan birgalikda ko'pchilik kutayotgan yangi loyihamizni ham obxod qilib, tanishtirib o'tishni rejalashtirganmiz. Keling, shunga nima deysiz? Birinchi qaysi loyihani tanishtiruvdan boshlaymiz? To'liq o'rganishdan. Men hozir shu Orzular makoni turar joy majmuasida turibmiz. Keling, shundan boshlaymiz. Bundan keyin topshirilgan loyihalarimiz, undan keyin yana bitta loyihamiz bor. Shuni ko'ramizda, keyin yangi loyihamizni qurilish joyiga boramiz. Bo'ldi. Zo'r, Xudo xolasa, ketdi yo'lmasa. Bo'lmasa mana Orzular makoni turar joy loyihamiz bu. Bu 7 gektar joylashgan, 7 gektar maydon joylashgan. Hozirda 7 ta blokimizda ish olib borilyapti. Mana bu ikkinchi blokimizni 2023-yil boshlagandik. Xudo xolasa shu yilning oxiriga yetmasa, uni kalitlarini o'z egalariga topshiramiz. Kadastr hujjatlari ham chiqadi. Ko'rib turganingizdek, uje shu yilning oxiriga aynan shu birinchi blokdagi shu xonadonimiz, ya'ni domimiz topshiriladi. Xuddi shu yilning oxiriga. Shu yilning oxiriga bu topshiriladi. Kadastrlari bilan. Kadastrlari bilan. Hozirda kadastr chiqarish jarayoni ketyapti. Oxirgi etapi qolgan. Undan tashqari naryoqda bolalar o'yingohi, yozli kunlarda chiqib o'tiradigan besetkalar, mangallar qurilyapti u tomonda. Bu 3-blogimiz. Bu Xudo xolasa 3-4 blogimiz. 25-yilni uzog'i 2-kvartalga uje o'z egalariga topshiramiz. O'zbekistonda qurilishi bo'layotgan bloklarimiz ham bor. Ikrombek aka, mana hozir loyiha bo'yicha ma'lumotlarni aytasiz. Bu loyihani o'zi jami umumiy holatda nechta xonadon uchun mo'ljallangan? Bu loyihamiz 2,5 mingtadan ziyod xonadon uchun mo'ljallangan. Bu yerda jami 11 ta blok bo'ladi. 11 ta blok bo'ladi, xudo xolasa. Xuddi shunday. Hozirda 7 ta blokda ish ketyapti. 8-9, 10 bloklarimiz endi katlavonni boshlab, endi boshlanadi. Katlavani endi boshlanadi. Shunday. Xo'p, parkovka jihatdan muammo bo'lmaydimi bu yoqda? Yo'q, parkovka jihatdan muammo bo'lmaydi. Sababi biz domlarimizning joylashuvi ham tashqi parkovkaga moslashtirilgan. Undan tashqari podzemniy parkovkalar ham bor-da, hamma bloklarimizda. Ya'ni yer osti parkovkalari ham bo'ladi. Xuddi shunday, Hozir ko'rib turganingizdek, mana domlarimizning oraliq masofasi chenkiga to'g'ri keladi. Oraliq ham parkovkaga, ham bolalar o'yingohiga, hammasiga masofa pozolayt qiladi. Zo'r. Bu loyihada mana shu Orzular makon loyihasi umumiy holatda to'liq bitirib topshirilishi qachonga rejalashtirilgan? Hamma barcha bloklarni hisoblaganda. Barcha bloklarni hisoblaganda 2029-yilda Orzular makoni turar joy majmuamiz to'liq tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. 2029-yilda. Shunday. Sababi hali uchta boshlanmagan bloklarimiz ham bor-da. Mana ko'rib turganingizdek, mana ularni bu yerda endi shu skladlarimiz bor. Bularni sinov qilamizda, bu yerlarga xuddi shunaqa domlar quriladi.
Ya'ni bu qismlariga ham o'sha turar joy majmuasi binolari tushadi. Xuddi shunday. Xudo xolasa. Mana 8-blogimiz birinchi etajga chiqqan. 5-6 bloklarimizning beton karkas ishlari to'liq bitkazilgan. Hozirda fasad ishi boshlangan. 7-blogimiz esa 8-qavatga kelgan. Xo'p, Ikrombek aka, umumiy loyiha 2029-yilga to'liq bitirilib topshirilishi rejalashtirilgan deb aytdingiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, xo'p, nimaga bunaqa muddati uzoq va har bitta nechtadir blokka topshirilish muddati qancha vaqt tashkil qiladi va necha etapga bo'lingan? Xo'p, qarang. Orzular makoni loyihamiz 7 gektar yerga joylashgan. Bu 4 etapga bo'lingan. 2-chi, 3-chi, 4-chi blogimiz birinchi etap. 5-chi, 6-chi, 7-chi blogimiz bu ikkinchi etap. 8, 9 uchinchi etap. 10, 11 va birinchi loyiha, birinchi blogimiz u ko'chani boshiga tushgan. Bu oxirgi etapimiz hisoblanadi. Shunda 4 etapga bo'lingan. Hozir qurilishini sal aylamaydi, keyin topshirilgan holatda qanday birinchi etap qay holatda topshiriladi, men sizga ko'rsatib beraman yana. Bo'l, yo'masam ketdik bu yoqqa qarab turamiz. Mana 5-blogimiz mana juda bitgan, ko'rishingiz mumkin. 6-blogimiz mana fasad ishlari boshlangan. 5-mana 5-blogimizdan fasad ishlarini boshladik. Xudo xolasa 5-6-blogimizni shu 26-yilning oxirigacha nasib etsa topshirish planimiz shunday. 7-blogimiz mana 8-qavatga ko'tarilgan. Bu yerda 8-blogimiz ishlari ketyapti. Keyin ham bitta narsa, bu loyihamiz hammasi 100% to'liq pishgan g'ishtdan bo'ladi. Kirib turgan qizil g'ishtlar chetdan olib kelinadi. Rossiya davlati Kazan shahridan hamda qo'shni Turkmaniston davlatidan olib kelinadi. Chetdan import qilinadi. Importni g'ishtlar bular. Abdurahmon aka mana birinchi topshirgan loyihamiz bilan buni orasidagi masofasi uncha uzoq emas. Mana shu yerdan qarasangiz ham bo'ladi. Mana shu qizil g'ishtli domlar Titanik deb mashhur bo'lgan o'sha uzun dom. Eng baland, mana shu qizil bu Titanik deb mashhur bo'lgan. Bunisi qizil domlar degan. Qizil dom. Ana shu yerda hozir borib ko'rsataman. U yerda hammasi xuddi shunaqa to'liq g'ishtda bo'lgan. U yerniki g'isht o'zimizdan bo'lgan. U paytda Toshkentda shunaqa g'isht chiqarardi. Bu yerda o'sha g'isht zavod salma bo'lgandan keyin o'zimiz import olib qiladigan bo'ldik. Mana Ikrombek aka hozir kirib kelib ko'ryapmiz. Bu qurilish obyektidagi ham, boshqa topshirgan loyihalaringiz ham hammasi pishiq g'ishtdan qurilgan. Xuddi shunday. Nimaga o'zi faqat g'ishtdan qurasizlar? Buni sababini Instagramda kontentda qo'yib aytib o'tgan edim. Birinchi loyihani dadam bilan amakim boshlayotganlarida o'zimizni yashaydigan uyimiz to'liq g'ishtdan bo'lgan, bobom qurganlar 100% g'ishtdan bo'lgan. Keyin dadam aytganki, ha, g'ishtda qurilgan uy qishda issiq, yozda salqin bo'ladi deb biz ham quradigan domlarimizni sotib olganlar xuddi yaxshi o'zini nima yashashga yaxshi bilish uchun g'ishtdan qilamiz deb aytganlar. Endi ko'pchiliklar ko'p qavatli uylarni, kvartiralarni qishni kuniga yasash uchun oladi-da, endi Samarqandda. Shuni hisobiga qishda kelganda issiq bo'lishi uchun g'isht qilamiz deb ham ichki ham tashqi g'ishtlarga shunaqa loyihalashtirilgan domlarimiz. Tushundim. Mana bu yoqda g'ishtlar turibdi-da. Bu qanaqa g'isht? Bu ham Rossiyadan keladiganmi yo boshqa? Yo'q, bu g'ishtlarimiz o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan g'ishtlar. Bular chorniy kladka, ichki перегородкалар uchun to'liq g'isht bo'ladi. Bizniki ichkisi ham tashqisi ham g'ishtda. Ichki degani shunaqa перегородкалар. Перегородкалар ham g'ishtlar va bu shular uchun olib kelingan g'ishtlar. Tashqi fasad uchun olib kelingan g'ishtlar nari yoqda turibdi, ko'rsataman uni ham. Tashqi fasad uchun olib kelingan g'ishtlar hozir bu yerda yo'q. Yo'q, bu narigi orqada turibdi, uni ham ko'rsataman. Yuring, ko'rsataman unisini. Xo'p, Ikrombek aka, qarang. Mana tashqi fasad uchun imенно aytyapsiz, Rossiyadan olib keltiramiz deb. Shunda. Yangi loyihada ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladimi? Qanaqa shu bo'yicha ham aytib ketsangiz. Yangi loyihani hozir ozgina ochib ketaman. Bu domlarimiz 9 va 12 qavatlik bo'lgan. Birinchi loyihalarimiz 9 qavat, bu 12 qavatlik. Shaharsozlik normalari va qoidalari, SHNK degan narsa bor. Bu shunga to'g'ri keladi. Yangi loyihamiz 16 qavatlik bo'ladi. U baland imorat bo'ladi. SHNKda melki detal degan narsa burada. Bu g'ishtlarimiz melki detal. Bu 12 qavatgacha mumkin.
Yangi loyihamiz ham shu biz o'zimizning an'anamizdan qochmagan holatda u ham g'isht bo'ladi. Fasadda 100% g'isht bo'ladi. Uni biz Xitoydan zakaz qilib olib kelyapmiz uni. O'tgan kun akamlar borib olib keldilar. Hozir o'sha yerda yangi loyihamizning ofisini qurilyapti. Shu yerga borganda men ko'rsataman u qanaqa g'isht bo'ladi va qanday quriladi to'liq tushuntirib beraman. Bo'ldi. Unda hozir u mavzuni yopib turamiz. U yangi loyihaga borganimizda o'sha yerda to'liq batafsil ochib ko'rsatib beraman, shunday qilaman. Va o'zimiz uchun shu elektrizing uchun imенно под zakaz qilingan g'ishtlar ular. Xitoydan zakaz qilingan shunda. Mana bu yerda nima g'ishtlar bor, o'zini ko'rsataman. Bo'ldi, ketdik. Xo'p, Abdurahmon aka boyagi etapni topshirish deganim, mana ikkinchi blogimiz to'liq tayyor bo'lgan. U tomonda disik ploshatkani o'rnatilyapti. Bolalar o'yingohi, bu yerda daraxtlar qo'yiladi, azilli zona bo'ladi to'liq. Shunaqa o'zini parkovkasi ham bor, tashqi parkovkasi. Bu yerda ham, orqa tomonda ham bor. Bu yoq ham parkovka. U yoq ham parkovka bo'ladi. Har bir nimamiz shu etap degan shunaqa alohida topshiriladi. Bu yerda mana yopilgan, mashinalar nari yoqdan kirib chiqadi. Bu yoqdan kirib chiqadi. Bu yerdan kirib chiqmaydi. Mana yo'llar faqat shu yerdagi yashaydigan aholi uchun bo'ladi. Zo'r. Bu yer mana shunday yopiladi hozir. Zo'r. Ikrombek aka, mana hozir bu obyektdan chiqdi. Endi qaysi obyektga boramiz? Xo'p, boya ko'rsatganim birinchi topshirgan obyektlarimiz Titanik hamda Qizil domlarga borib bituni ko'ramizda. Lekin yana bitta obyektimizga boramiz. Yangi obyektga qachon boramiz? Yangi obyektga oxiriga boramiz. Oxiriga boramiz, xudo xohlasa. Oxiriga boramiz. Bo'lmasan ket. Abdurahmon aka, mana obyektimiz 2015-yilda boshlangan. Birinchi qurgan obyektimiz mana shu. Undan keyin Samarqandda mashhur mana shu Titanik domimiz qurilgan. Bular ham 100% g'ishtdan. Undan tashqari biz har bir loyihamizni ichida kami bitta bog'cha yoki maktab qilamizda. Bu bog'chani ham sizlar qurgansizlar. Shu paytgacha faqat bog'cha qilib kelgan. Zo'r. Xudo xolasa yangi loyihamizda faqat bog'cha emas, xalqaro maktab ham qilamiz, xudo xolasa. Yangi loyihada. Yangi loyihada. Uni o'zi borganda tushuntirib beraman. Bu yoqda men Titanik deyapsiz, Titanik deb o'zingiz nom qo'yib olganmisizlar yoki? Titanik deb buni xalq o'zlariga nima qilib Titanik deb qo'ygan. Nima sababdan? Bu sababini ko'rsangiz agar uzun dom. 200 metrlik dom. 200 metrlik dom. 200 metrlik dom. Shuning uchun ko'pchilik buni Titanik deb nima qiladi. O'zligi Titanik deb nomlashgan. O'zlariga Titanik deb nomlashgan. Buni mana buni Qizil dom deb nomlangan. Xalq tilida shu Qizil dom Titanikda mana shunday ko'rganda ko'rib chiqib qizil hammasi g'ishtdan. Bu yoqdagi domlarni ham, Qizil domni ham sizlar qurgansizlar. Bu yerni ham biz qurgan. Bundan tashqari orqada yana bittasi bor. O'zunga ham borib o'tib ko'ramiz. Zo'r. Biz ketdik, orqadagi nimamizdan ko'rsataman. Xo'p, Ikrombek aka, bu yoqdagi mana shu aytayotgan domingiz necha o'rinli, ya'ni necha kishiga yashashga mo'ljallangan? Birinchisida 86 ta dom bor. Ya'ni birinchi mana shu domda, aynan shu 86 ta kvartira, 86 xonadon. Xonadon. Necha etaj bu? 8 etaj bu. 8 etaj. Bunisi 9 etajlik. Bu 9 etajli. Ya'ni shu Titanik nomi bilan mashhur bo'lgan dom 9 etajli. Shunda bunda 450 ta xonadon bor. 450 ta xonadonga mo'ljallangan. Zo'r. Bu yerda bog'chamiz. Bog'chachi? Bog'chamiz 200 ta bolaga mo'ljallangan. Buni biz shu bog'chani qurgan. Shu yerdagi aholilar uchun shu bog'chamiz. Shu yerdagi aholilar uchun. Nechtaga mo'ljallangan dedingiz? 200 taga mo'ljallangan. 200 ta bolaga mo'ljallangan. Zo'r. Xo'p, Abdurahmon aka, mana Titanik domimiz. Bu yerda bu ham qizil g'ishtli dom. Bunga ham biz loyihamizga nom qo'ymagan. Xalq o'zi nom qo'yib olgan. Qizil domlar deb aytadi ko'pchilik. Qizil domlar nomi bilan shuning uchun shunaqa tanilgan. Bu domimiz necha o'ringa mo'ljallangan? Bu domimiz 900 ta xonadon bor bunda. 900 ta. Zo'r gap yo'q. Aka qarang, umumiy hozir bu Qizil dom, Titanik dom, boyagi 80 nechtadir ko'rsatganingiz. Jami umumiy holatda qanchaga bo'lyapti mo'ljallangan xonadon? 1400 tacha. Salkam 1,5 mingtada bu yerda o'pish jami. Parkovkalari qanaqa? Parkovkasi mana ko'rib turganingizdek bu bu loyihamizga bundan tashqari ichkarisida ham bor. Parkovkadan bizning domda muammo yo'q. Muammo yo'q. Hozir ichkarisini kirganda ko'rsataman. Zo'r.
Abdurahmon aka boyda bu loyihamizni tashqaridan ko'cha tomondagi parkovkalar edi. Mana ichkari ichki, hovli tomon. Hovli tomoni. Bu yerda 13 ta pod'ezd bor. Parkovkalarni ko'rishingiz mumkin. Ham ichkarida, ham tashqarida. Yo'q, katta zo'r ekan. Detskiy plashatkamiz ham bor, bolalar o'ynab yotibdi. Qarasangiz agar qizil domlar. Xuddi o'tgan yil qurgandek ko'rinadi, lekin buni o'zi topshirganimizga 3 yil, 4 yil bo'lyapti. 3 yil, 4 yil bo'lgan bo'lsa ham yengidek holatda. Hozir yomg'ir yog'mayapti. Bitta yomg'ir yog'sa agar, dom yana qaytib yuviladi fasada. G'isht yana yangi bo'ladi. Xo'p, Ikrombek aka, agar yo'dmasangiz, mana shu yerga hozir agar shu yerda yashaydiganlardan biron kishidan fikrlarini so'rasangiz. Farqi yo'q aka, mana shu yerda mana akalar turibdi, misol uchun bu yerda kimdan xohlasangiz borib bemalol so'rashingiz mumkin. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, siz bu yerda turasizmi? Men hech qaysinglar turmaysizlarmi deyman. Ya bitta nima olsak, shu yerda yashaydiganlardan nima shart-sharoitlar qanaqa, qulaymi, muammosi bormi, yo'qmi? Shu bo'yicha video olyotdik. Demasa kerak. Ha? Hech kim yomon demasa kerak, yaxshi qurilgan dom. Yo'q, yaxshi qurilgan dom. Biz ani yomonlash ma'nosida olib chiqmayapmiz. Prosta kimdir bilan tayyorlanib, aka menga maqtab bering, boshqa bering emasdi. Borini boricha olib chiqmoqchi edik. Iloji bo'lsa. Chunki shu yerdagi o'sha quruvchi akalar bilan keldik, shu domni qurgan. Bemalol so'rang, ochiq, shaffof dedilar. Nimadir muammo bo'lsa, biz o'sha imkon qadar hal qilishga harakat qilamiz. Klientlarni o'zi bemalol aytursin deydi fikrligini. Ma'ni borib, unaqa deng demayman. Meni fikrim sharoit zo'r. Endi men o'zi bu yerga mehmonchilikka kelganman. Ha. Zo'r, sharoitlar shunday aytsangiz. Borini. Shu yerda yo'q, YouTube'ga o'z-o'ziga kanalga kichkina nimaga. Shu yerda yashaysizmi aka siz? Ha. Fikrlaringiz qanaqa dom bo'yicha? Fikrlarimiz juda ham yaxshi. Yaxshi qurilgan dom, juda ham mustahkam qurilgan. Hamma talablarga javob beradi. Sharoitlari yaxshi, remontlari ham zo'r. Liftli bor-a? Bitta oila kirib, komfortli yashash uchun juda ham yaxshi. Liftlari har doim ishlaydi. O'chib qolib muammo bo'lmaydi. Muammolari yo'q. Svet ham juda ham kam o'chadi. Praktik o'chmaydi desak ham bo'ladi. Gaz, suv muammo yo'q. Hammasi yaxshi. Bitta oila ba'zir kirib yashasa bo'ladi. Yo'q, bo'ldi. Rahmat kattakon aka. Salomat bo'ling. Mana xudo xolisi xolis odam bilan gaplashib, fikrlarini so'radik. Boricha fikr bildirdilar. Endi Ikrom aka oldilariga boramiz. Ketdik. Ikrombek aka, mana hozir bu mikrofon sizga shu yerda yashaydigan uy egalaridan biri bilan gaplashdik. Xolis samimiy fikrlaringizni ayting. Qanaqa? Nimadir muammosi bo'lsa, ochiq oydin ayting dedik. Umumiy holatda mustahkam dedilar. Shart-sharoitlari yaxshi. Liftlari ham ishlaydi. Kamdan kam holatda o'chadi. Deyarli o'chmaydi desa ham bo'ladi svetlari ham dedilar. Yashab kelyapmiz, xudo xolisi. Mamnunmiz dedilar. Yo'q, muammosi yo'q, xudo xolisi. Xudo xolisi bundan keyingi qurilishlarimizga ham endi biz o'zimiz ham kelib so'rab turamiz aholidan, nima qanaqa muammo endi. Parvardigor har bir odamni ishida xato bo'ladi. Ishlagan odam xato qiladi. Xatosini ustida ishlagan odam o'sha tepaga qarab boraveradi. Shu uchun biz ham har bir oyda, 2 oyda bir marta kelib aholidan so'rab turamizki, nima kamchilik bor qurilishda yoki mana yashashda, liftdami, suvdami, svetdami nima muammo bor deganda. Shu paytgacha bu loyihamizni shirkatga boshqa odamga topshirgandik. Xudo xolasa yangi yildan keyin o'zimiz shirkat ochgan, hamma loyihalarimizni o'zimiz olamizda. U o'zimizni yuzimizda topshirgan loyihalarimiz. Shuni chiroyli qarash, misol uchun qanaqadir muammo bo'lsa joyga hal qilish uchun o'zimiz shirkat ochdik. O'zimiz shuni hammasiga qarab boramiz, xudo xolasa. Zo'r. Ya'ni domni qurib, bo'ldi topshirib, biz chiqib ketdik, bo'ldi emas. Nima bo'lsa bo'lsin, emasdi.
o'zingiz shirkat ochib, alohida bu yerda qanaqa bir kamchiliklar yo boshqa muammolarni joy-joy Shunda bartaraf endi etib bu borishga yerda harakat qilinadi. bitta oilamas, ikkita oilamasda 900 ta oila yashaydi-da. Baribir kamchilik bo'ladi. Suv nasosi buzilishi mumkin, misol uchun, yoki lift. Bular baribir texnika buziladi. Kunga qarab turish kerak. Shu uchun o'zimiz shirkat ochamiz, o'zimizni xodimlarimizni qo'yamiz nasib bo'lsa, yangi yildan keyin, чтобы ertaga biz faqat shu domni qurib chiqib ketmaymiz-da. Misol uchun qurgan domlarimizga o'zimiz qaraymizda, necha yil kerak bo'lsa, qanaqadir muammolari bo'lsa agar o'zimiz hisobimizdan to'g'rilab, chiroyli qilib beramiz. Nima sababdan? Sababi shu yerdagi aholilar biz xursand yashash uchun, bizni duo qilib yashash uchun, Zo'r. qurganini otasiga rahmat deyish qanday, yoki quruvchi qurib pulimizni olib chiqib ketdi, na unisi bor, na bunisi bor degani qanday. Zo'r. Yaxshi nimalarni aytdingiz, fikrlarni. Xo'p, Ikrombek aka, hozir bu proyektimizni mana ko'rdik, boshqa qildik, topshirgan loyihangizni vaqtimizni kechiktirmagan holatda keyingi loyihamizga ham ketdik. Samarqand shahri Qorasuv massividagi Qorasuv premium loyihamizga borib, u yerni ham ko'rsataman. Qurilish ketyapti u yerga. U yoqda qurilish ketyapti. Ha, uni hozir borib ko'ramiz. Bo'ldi, ketdik. Ikrombek aka, mana hozir Titanik loyihasidan chiqdik. Qorasuvdagi loyihaga ketyapmiz. Shunday. Hozir Qorasuvda qurilishlari ketyapti dedingiz-a? Ha, qurilishlari ketyapti. Qurilishlari ketyapti. Xo'p, bu hozirgi borib ko'rayotgan loyihalarimiz hammasi Samarqand shahrida. Samarqand shahri. Bundan tashqari ham yana boshqa joylarda qurilish obyektlar topshirganmisizlar? Bundan tashqari Toshkent shahrida 250 ta xonadonga mo'ljallangan bitta qurilishimiz topshirganmiz. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida 750 tadan ortiq xonadonlarni o'z egalariga kadastrlar bilan topshirganmiz. Hozirda Samarqanddan tashqari Sirdaryo viloyati Guliston shahrida Centrum Guliston loyihamiz bor. U yerda ham qurilish ishlari olib borilyapti hozir. Hozir qurilishlar ketyapti, hali topshirilmagan. Yo'q, uni ham shu 25-yilni boshida shu mart oylarida boshladik. Shu yil boshlangan. Shu yil boshlangan loyiha. Bu yer уже birinchi etajga chiqqan. U necha kishiga mo'ljallangan yashashga? Bu yerda ikkita etap bo'ladi u yerda ham. Birinchi etapimizda 480 ta xonadon, ikkinchi etapimizda 520 ta xonadon. Jami 1000 ta xonadonga mo'ljallangan loyiha yerda. Jami 1000 ta xonadonga mo'ljallangan. Xo'p, bu yoqda Qorasuvdagi loyihagacha taxminan necha kilometr masofa? Orzular makoni bilan Qorasuv premium loyihamizning oralig'i shu taxminan 10 kilometrcha chiqadi. Uncha uzoq emas. Samarqandda yangi Qorasuv massiv qurilgan. Shu yerda biz ham bitta loyiha qilyapmiz. Abdurahmon aka, mana Qorasuv premium loyihamizga ham keldik. Keling, ofisga kirib, keyin obyektga kiramiz. Bu Qorasuv premium loyihamiz. Mana maketi. Ana yerda orqasida 200 gektarlik yangi O'zbekiston bog'i bo'ladi. Undan tashqari yaqin oyni boshida UNESCOda nima bo'ldi-ku, shos bo'ldi-ku. Shu yerda 5 Samarqandda bo'lganda. Shu yerda 5 gektarlik UNESCO bog'i ham shu bizni qurilishimizning orqasida bo'ladigan bo'ldi. Bu loyihamiz. Bu nechta xonadonga mo'ljallangan aka? Bu 650 ta xonadonga mo'ljallangan. 6 ta podyezddan iborat. Zo'r. Bu proyektning Bundan tashqari pastda nima magazinlari ham bor. Birinchi qavatida do'konlari ham bor. Do'konlari ham bor birinchi qavatda. Nechinchi yil boshlangan qurilish? Bu 24-yilda oxirida qurilish boshlangan. Hali 1 yil bo'ldi. Keling, biz obyektga kiramiz. Abdurahmon aka, mana bu yerda ikkita blok, bu birinchi, u ikkinchi blogimiz. 6 blokdan iborat. 6 ta podyezd bo'ladi. Bu yerda ham shu o'zimiz nima, bu yerda 100% g'ish, mana ko'rsangiz bo'ladi. Qizil g'ishli bu yer ham. Hozir obyektning ichiga kiramiz. Ikkinchi etajga chiqqanda orqa tomondagi bog'ni ko'rsataman. Orqa tomonda bog'ga qaragan uylarimiz уже qolmagan. O'sha 200 gektarlik bog' deganingiz bu orqa tomonda joylashgan. Shunday. Biz o'tib ko'ramiz. Birga o'tib ko'ramiz. Abdurahmon aka, mana birinchi etaj do'konda turibmiz hozir. Yo do'konlar uchun, savdo do'konlari. Savdo do'konlari uchun, balandligi ham baland. Zo'r. Mana qarang, Ikrombek aka. Hozir bir narsani so'ramoqchiman. Hozir bu yoqda qurilish ketyapti. Boshqa loyihalaringizda ham hamma joyda qurilish ketyapti. Shunday.
Texnikal ishlayapti. Shu texnikalar hammasi o'zingizlardanmi? Ha, qurilishga mo'ljallangan hamma texnikamiz bor. Hammasi o'zimizniki. Texnikalar. Ha. Ta'minlab berasizlar. Ha, hammasi o'zimizniki. Zo'r. Hozir ikkinchi etajga chiqamiz, bog'ni ko'rsataman. Bu pandus. Lesinsadan tashqari pandus bor. Mana kolyaskaga nima qilishga oson bo'lish uchun. Zo'r, ko'p joyda-yu. Abdurahmon aka mana aytgan bog'im, mana hozir ikkinchi etajga turibmiz. Ikkinchi etajdan ko'rinishi shunday. Mana orqalarda daraxtlarni ko'ryapsizmi? To'liq orqagacha ketgan. U tomondan o'sha ishga tushgan bog'. Bu yerda parklar bor, nima bor, saylgoh bor. Shu tomon polni bog' bo'ladi. Bog' bo'ladi. Xudo xolasa shunday bir nasib bo'lsa, mana shu o'rtalarini o'zimiz ham sal nima qilib, polni obodonlashtirib, proyektlarni chizib tayyorlaganmiz. Nasib bo'lsa kelasi yilni shu mart oylarida o'sha daraxtlarni ekishni boshlaymiz. Ayni daraxt nima oladigan paytda boshlaymiz, xudo xohlasa. Orqalari o'sha bog' ketgan. Ha. Keyin bog' tomonga qaragan bironta uyimiz qolmagan. Ya'ni bog' tomonga qaragan qismidan binoyimizni o'zi bu loyihamizda shu adashmasam bir 20 tacha uy qolganda. 20 tacha uy qolgan o'zi hozirga qoladi. Hammasi sotilgan. Bog' tomoni men o'sha shunday sotuvni ochgandan keyin 1 oydan 1,5 oyda bog' tomoni to'liq tugatgandik. Endi balkonga chiqqanda bog' bo'lsa agar yaxshi-da. Конечно, toza havoga ham. Toza havoda tem bo'ladi. Abdurahmon aka, ana boyna bordik-ku Titanik domimiz Qizil domlarga. Ana shu paytda 2020-2019 yillarda sotayotgan paytimizda 1 kvadrat metr o'rtacha 500-550 dollar bo'lsa, hozirga 800-850 dollardan o'sha odamlar sotyapti. Kami 35-40% gacha o'sha odamlar foydaga chiqyapti. Xudo xolasa bu yer ham naslisi shunday bo'ladi. Rombeki bu yoqda liftovoy shaxtalar ham bo'ladimi? Ha, Abdurahmon aka, hozir nima qilayotgan hamma loyihamizda har bir podyezdda 2 tadan lift bo'ladi. Biz shunaqa hisoblangan 12 qavatda bitta lift bo'lmaydi. Qanday qiladi shu uchun har bir podyezdimizda 2 tadan lift bo'ladi. Zo'r. Hozir endi qayerga boramiz? Endi ko'pchilik kutayotgan shu yangi loyihamizga, Orifon loyihamizga borib ko'rsataman joyda. Yangi loyihani borib ko'ramiz. Joyda ko'ramiz. Ketdik. Abdurahmon aka, mana ko'pchilik kutayotgan yangi loyihamiz, Orifon loyihamizni sotuv bo'limiga, ofisga keldik. Bo'z qurilish ishlari ketyapti. Xudo xolasa 4-5 kunda bu yakunlanadi. Shu proyekt bo'yicha bitta o'zi mana bizani kuzatayotgan obunachilarga, kuzatuvchilarimizga ma'lumot berib o'ting. Ya'ni bu yerda hozir sizlar turar joy majmuasi qurilyapti, lekin umumiy 300 gektarlik loyiha haqida bitta ma'lumot berib keting. Qarang, Samarqand shahri vokzal o'rta hududida yangi 300 gektarlik sharcha qurilyapti. Aynan shu hudud. Shu hududni qoq markazida turibmiz. Bizning loyihamiz ham shu yangi sharchani o'rtasida qoq markazida. Ya'ni 300 gektarlik loyihani markazida sizlarni majmua quryapti. Bu yerni Orifon deb nomladik loyihamizni. Nima uchun Orifon? Orif so'zidan olingan bo'lib, Orif donishmand, aqlli, ziyoli degan ma'noni beradi. Bu loyihamizning orqasida xalqaro maktab quramiz. Xalqaro maktab. 1000 ta bolaga mo'ljallangan. Undan tashqari yonida bolalar bog'chasi ham bo'ladi, detskiy sadik bo'ladi. Bu ham o'zimiz quramiz. Undan tashqari shu Orifon loyihamiz majmuasining ichida kutubxona bo'ladi, 2 etajlik. Shu yerda yashaydigan, shu yerda bolalar uchun xonasi ham bo'ladi. Bu tekin. Shu yerda yashaydiganlar uchun. Maktab deyapsiz, oddiy maktab demayapsiz. Yo'q, xalqaro maktab. Xalqaro maktab. Bu Samarqandda bormi o'zi? Yo'q, Samarqandda endi endi ochilayotgandir, hozircha yo'q. Bu Yaponiya ta'limiga moslashtirilgan, lekin o'zimizning milliy qadriyatlarimizni yo'qotmagan holatda bo'ladigan 2-3 ta davlatlarni ta'limini olib, ta'lim tizimini olib, shu yerga o'zimiz moslashtirib nima qilamiz? Ya'ni shunday tushunishimiz bo'yicha o'qituvchilar qanaqa bo'ladi? Chet eldan keladigan bo'ladimi? Kamida 10 ta o'qituvchi chet eldan keladi. Yaponiyadan, Angliyadan keladi. Shu yerda nima qilamiz? Tushundim. Xo'p, turar joy majmuasini
o'tishdan oldin, ya'ni o'zi haqida bilishdan oldin, mana shu maktab haqida yana bir so'ramoqchiman. Mana hozir topshirgan loyihalaringiz joyiga bordik. Bu yerda bog'cha ham bor ekan. Bog'cha ham bor. Sizlar tomonidan qurib topshirilgan. Bu yerda ham bog'cha bor. Undan tashqari maktab ham bor. Xalqaro maktab ham bor. Nimaga o'zi shu bog'cha, maktab har bir loyihalarda bor ekan? Urg'u berasizlar bu narsaga? Endi misol uchun biz avvalambor klientlarning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'ramiz. Ha, mana uy oldik. Uy olgandan keyin nima afzalliklari bor, nimaga uy olishim kerak degan savol beradi. Birinchisi lokatsiya. Bizning loyihalarimiz hammasi shaharda. Avtobus bekati ham, bozor ham, maktab ham, hammasi yaqin bo'lgan joylarda biz davom qilamiz. Bog'cha deganda nimaga bog'cha? Mana misol uchun o'sha yerda yashaydigan oilada biz hisoblaydigan bo'lsak agar ishga ketishim kerak, bolalarimni bog'chaga olib borib qo'yishim kerak. Bog'cham bu yerda yashaydigan joy bu yerda 3 xonam naryoqda bo'lsa agar hozir yo'llar probka bo'lgan ozgina, o'zingiz ham bilasiz. O'shanga ishga kech qolish nima sabab qoladi. Bog'chaga shunday chiqqanda uydagilar shunday shu yerdagi bog'cha bo'lsa agar, shu yerga qo'ysa agar ishga bemalol borishga, boshqa narsaga ko'ngil xotirjam bo'ladi. Shu yonginasi bo'ladi-da. Shunda shu uchun biz shunday qilib bu yerda maktabni ham qildik. Bu maktab xalqaro maktab bo'ladi. Yana bir marta 1000 ta bolaga mo'ljallangan bo'ladi. Shunda umumiy sizlar qurayotgan shu Orifon loyihasi, turar joy majmuasi deylik, maktabdan tashqari alohida. Xo'p, nechta xonadonga mo'ljallangan bo'lyapti? Orifon loyihamiz 650 ta xonadonga mo'ljallangan bo'ladi. 14 qavat, 15 qavat, 16 qavatlik uylar bo'ladi. Bu ham boyna aytganimdek yangi loyihamizni Chenkiga moslashtirgan holatda faqat sal boshqacharoq dedik-ku. Mana shu ofisimizni yuza qismiga shuni o'ryapmiz. Boynagi Orzular makoni loyihamizning oldida bizning glavniy ofisimiz bor. Ko'rgan bo'lsangiz, Orzular makoni loyihamiz qanday bo'lgan bo'lsa, ofisimizning yuzi shunaqa. Bu yerda ham xuddi shunaqa domimizning fasli qanday bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Bu g'ishtni biz akamlar bo'lib Xitoydan zakaz qilib olib kelgan. Shunda bir ko'rganda ko'pchilik o'ylashi mumkin bu kafeldek. Men ham ko'rganda kafelmi? Bu kafel emas, mana ko'rsak bo'ladi. Bu g'isht mana. Faqat qalinligi. Ko'ryapsizmi? Sal yuqori. Bu ham keramikski, misol uchun termosoflar fasal uchun mo'ljallangan. Issiq sovuqqa mana techiklari bor, misol uchun. Issiq sovuqqa yaxshi. Bu kafel emas. Bu g'isht. Ya'ni turar joy majmuasini tashqi fasadi oldingi loyihalaringizdan ajralib turgan holatda yangicha zamonaviy arkitekturaga moslashgan holatda shu Xitoydan keltirilgan g'ishtlar bilan qoplanadi. Shunda. Lekin benzin o'zini nimasidan chiqmaydi. Chetga chiqmaydi. Chetga chiqmaydi. Bu ham g'isht, qizil g'isht. Bu ham xuddi shunaqa. Mana shu yerda qurgan, ko'rsangiz bu yerda yopishtirgan, ko'rishingiz mumkin. Mana kafel emas bu, g'isht bu. Buni montaji qanday bo'ladi deganda 16 etachliklarga g'isht ishlatish mumkin emas. Shu uchun avtoklavni gazobloklar o'zi Toshkentda, Buxoroda katta zavodlar bor. Ular ham g'ishtdan yaxshi bo'lsa yaxshi, lekin nima emas. Bemalol o'rnini bosa oladi. O'sha avtoklavni gazoblok bo'ladi. Undan keyin bazalt bo'ladi. Undan keyin shu g'ishtimiz bo'ladi. Zo'r loyihamizni ko'rishimiz mumkin. O'sha katlovan ishlari boshlangan. Hozir ofisimizning bu tomonini sariq, bu tomonini qizil qilyapmiz ishlarini. Bu yerda katlovan ishlari boshlangan. Bu loyihamiz renovatsiya dasturida bo'lyapti. Renovatsiya dasturida bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Katlovan ishlarimiz bu yerda boshlangan. Davlat tomonidan renovatsiya dasturiga tushgan. 300 gektarlik shaharcha o'zi renovatsiyaga tushgan. Prezidentimizning farmoyishlariga bilan hokimimizni Samarqand viloyat hokimining qarorlariga asosan bu yerda renovatsiya bo'lyapti. Zo'r. Bu yerda katlovan ishlarini boshladik. Endi bugun texnikalar dam olyapti. Asl desa ertadan boshlaydik. Bu yo'lda sotuvlar ochilganmi, ochilmaganmi? Yo'q, shu loyihamizni 4-dekabr kuni katta taqdimotini o'tkazamiz. Bo'lsin. Demak, hozircha sotuvlarimiz yopiq. Sotuvlarimiz yopiq, Hali hech kim
kelib uy olish imkoniyatiga ega emas. Ega emas, shunday. Nimaga aynan 4-dekabr kuni ungacha sotuvlar yopiq? Endi Qanaqadir takliflaringiz bormi? ha, shu katta taqdimotimizda 100% to'lagan odamlarga remont polniy qilib beramiz. Bundan tashqari umra safariga yo'llanma beramiz. Yo'q. Undan tashqari shu yerda uy olganlarga birinchi 5 ta shartnomaga shu maktabimizdan 1 yillik nimasini endi ta'lim to'lovini tekinga qilib beramiz. Zo'r gap yo'q lekin. Undan tashqari shu yerda yashaydigan aholi, shu yerda yashaydigan oilalar uchun bolalariga maktabga, bog'chaga kamida 10-15% chegirma qilib beramiz. O'sha paytda narxlar necha bo'lsa, o'sha narxlar shu yerdagi faqat shu yerdagi nimalar, shu Orifon loyihasida yashaydigan uy sotib olganlar uchun kami 10-15% dan chegirma bo'ladi. Bo'lmasa undan ziyodroq. Zo'r gap yo'q. Demak, faqat bu imkoniyat hozir emas. 4-dekabr kuni shunday o'sha o'tkazayotgan katta taqdimotingizda batafsil yoritib boraman. Hozir faqat qisqacha shunday. Endi shu yerda nimaga uy olishim kerak degan savolga qisqacha javob berdi. Tushundim. Mana xudo xolisi Ikrombek aka bugun hamma loyihalaringizga borib, shunday abqut ko'rinishida birma-bir tekshirib bosh qilib chiqdik siz bilan birgalikda. Endi menda tug'ilayotgan savol 4-dekabr kuni katta taqdimot o'tkazamiz deysiz. U taqdimotda qatnashish uchun masalan bizaga o'xshagan insonlar yoki uy olish niyatida yurganlar bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulkka investitsiya kiritmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Qanaqa qilib qatnasha oladi xullas bitta qilib aytganda. Bizda Telegramda kanal bor. Kanalga qo'shilish uchun pastdagi linkka bosib qo'shilsa bo'ladi. Ya'ni taqdimotda qatnashish uchun Telegram kanalga a'zo bo'lish kerak. Shunda Telegram kanaliga a'zo bo'lish kerak. Unda nima qilsak? U Telegram kanalda linkini mana shu bugungi olgan videomizni YouTube sahifamizga joylaganimizda shu videoni ostida qoldiramiz deb. Shunday qilamiz. Shu orqali hamma oson bemalol ustiga bosib kirib qo'shilib oladi. Bo'ldi, shunday qilamiz. Bo'ldi, xudo xolisi. Shunday qilamiz. Mana bugungi rejalashtirilgan videomizni ham nasib bo'lsa Ikrombek aka Aslanov bilan birgalikda oldik. Sizlarga videomiz ma'qul keladi degan umiddamiz. Yana kommentariyada fikringizni qoldirsanglar xursand bo'lamiz. Xudo xolisi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yana xudo xolisi keyingi proyektlarda ham xudo xohlasa rubrikalarni davom ettiramiz aka. Abdurahmon aka, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Charchamanglar.